17-kun yugurgan chiqdim. Hozir soat 3:30. Saharlik qilib og'iz yopib chiqdim. Endi hozir yuguraman, bonutdan oldin. Hozir masjid atrofida aylanib yuribman. Bonutga ancha vaqt bor. Hozir 6 kilometr yugurdim. Uydan masjidga, masjid atroflarida hisoblaganda shuncha chiqdi. Hozir peshqon qaytaman uyga. Oyoqlarim, ya'ni boldirlarim ancha og'rib qolibdi. Shu sababdan peshqon qaytaman. Endi sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar, yana ertaga ham yuguraman, xudo xolasa inshaalloh.